Tushunmadik. Menga qarang, boyis tug'ilganda radonga ham kelmagansiz. Birga kirib tug'ilgan kunni nishonlashga borarsiz. Menga qarang, Soliha yaqin yurib ketadi. O'g'lingizni maktabga chiqib qoldi. Siz hali ham yo'qsiz. Mani o'g'limmi? To'yimiz bo'lganiga 1 oy bo'ldi. Men sizni faqat to'y kuni ko'rdim. Kim edi bu? Biz sizlarni duelga chaqiramiz. Agar biza yutsang, sizlar umuman kontrol o'ynamaslikka qasamyod qilasizlar. Agar yutsanglar, mayling damaymiz. Qani boshladik unda. O'shuni zo'rga qaytar, zo'rga qaytar. Uyga surlaring, boshqa ishlaring yo'qmi sanlarni? Biz uyda hamma ishimizni qilib bo'lganmiz. Biz nima qilamiz? Danlabda plan bor. Soliha chiqib qo'ydi. Bir Soliha chiqib qo'yibdi, tagligini almashtir. Ana ko'rdingizmi? Ot. Sana nima keldilaring? Bor uydagilar choy tayyorla. Siz hech xavotir olmang. Oyijonlar, tog'jonlar bilan nariga VIP zalda 5 ga 5 kontrollab o'tirishibdi. Biz erkaklar Boshqa kontrolga kelmaslikka tantanali ravishda qasamyod qilamiz. Kichkina qani? Chichib qo'ydi. Umida. Ha? Hamma sinfida shunaqa botanik bo'lgan. Baqirma. Qaysi variantsan? Ikkinchi. Muqirma dedim. Men ham ikkinchi variantman. Birinchisining javobini e'tibor. Voy, birinchisining javobini e'tibor. Hozir aytaman javobini. B. Точно B'mi? Rostdan B'mi? B. Ko'chirtirmalaring bir-biriga. Ustoz, Mamat Dilshoda mendan ko'chiryapti. Yolg'on gapiryapti. U boshqa variant, men boshqa variant. Ko'chirmayapman. Dilshodaga, Azizaga hamma sinfga 5, Umidaga 2. Nega? Hammaga ko'chirtirganing uchun. Men ko'chirtirmadim, ustoz. Keting, shuni. Chaqboz! Suv sepish kuni bilan. Telefoningni olib qo'yaman hozir. Rahim, biz sinfdagi mappa bor-ku, asal bo'lib kelibsan so'rayapti. O'zim umini oldim bunaqa gaplarni gapirma. Erkin katta tanapsiz stadion orqasiga o'tsin bo'ptimi? Qachon tanafus bo'larkan? Soatingga qara, soating yo'qmi? Tak, bolalar, nikto не выживем. Ya'ni daftarga yozib qo'yinglar, hech kim abadiy emas. Ustoz, Rahim menga yana sevgi skor qo'yapti. Voy terpilar. Rahim tur darsdan chiqib ket. Mayli, haqarab turgan odamga yetaman-ku. Ne jahling chiqadi sochlari tushkuni bilan? Menga qara, bataning hozir bir uraman, abjig'ing chiqadi. Men bo'lmasam, Bonuning sochini tortaman. Bolalar, qaysi biri meni popkam bekitdilaring? Menga qara Tohir, meni popkam bekitmadingmi? Yo'q. Meni popkam sen olmadingmi, Rahim? Meni qutqar. Boshimga uramanmi, sen popkin. Mana sana popkin. Popka bekitish kuni bilan. Hol shunaqami? Qarab turlaring. Rahim darsda doim qitmirlik qilib o'tiradi. Tohir Ajning sochini tortadi. Shahboz meni popkam bekitib qo'yibdi. Bularga srochniy chora ko'rish kerak, hurmatli oyi, direktor. Qara Shahboz, men senga qachondan buyon aytaman, soqolingni olib yur deb. Menga qara Rahim, rangli paypog'ing mashutumga keldi. Tohir, sochingni qara o'sib ketganini kalga olaman. Ertaga hammang ota-onang bilan kel. Shahboz! Suv sepish kuni bilan. Battar bu, direktorga aytmaslik kerak. Hozir. Assalomu alaykum odasi. Eshitdingizmi? Qo'shnimiz Ra'no tug'ibdi, to'yga hali 6 oy ham bo'lgani yo'q. Cho'ta bo'ladi, bir gap bor. Kostyumingiz biram eskirdi. Tug'ilgan kuningizga pul yig'ib, nasib bo'lsa bitta telefon olamiz menga. Kreditga olib bering bo'lmasa. Xolam uydagi 4 ta chupa gabrani to'g'ri yeb ketibdi.
Vampir tovuq ekanda u. Ani mahallamizdagi Natasha kampir borku o'sha nevarasi bilan meros talashib, nevarasini urib mayib qo'yibdi. Mahallamizdagi Baxtiyor amaki kecha ichib, poyezd yo'lda uxlab qolibdi. Keyin poyezd uni urib, relsdan chiqib ketibdi. Asabiylashmayadi, jonisi ko'p ishlaganingizdan de shu. Qayerdan kelding? Bormi og'riq? Og'riq bormi? Tak. Qizim. Sulton suyagini xo'rlatib qo'ymas. Cho'ng daraxting bo'lsa yetkay soyasi. Biror qarindoshing katta bo'lsa, bas, ishqilib bir kun tekkay foydasi. deya o'zlariga izlashib turgan ba'zi akamlarning jonlari halak. Bir kuni qo'rida jonivorlar aro ana shu mavzuda gap yurib qoldi. Kimda nomdaroq bor shu aqrabo? Mashmushik birinchi bo'lib so'z oldi. Bizning urug'dan o'rmonning shoxi. Voy yo'lbarsbekni axir hamma taniydi. Qaraysan deb so'raydi go'ho. Yo, qo'rangga podshoh qilaymi deydi. Bop. Bizning qarindosh o'rmonning zori deb qoldi Kuchukvoy. Nomlari bori. Yonimga kel, mehmon bo'l deydi. Go'shtiyak juda mo'l qol deydi. Qaranga deb qoldi tovuq. Bir bilan bo'sqon yaqinimiz juda katta ammamizga bo'ladi quda. Shu vaqt o'rtamizda bordi keldi yo'q. Jonim kulishingizdan. Oha! 8-mart. Bilaman, 8-mart xotin-qizlar xalqaro. Mana gul, ikkita gul. Bilaman, men qimmatbaho sovg'ayam mana. Bilaman, fransuski mana sipochka mana. Bilaman, shokolad ham berish kerak. Mana shveysarskiy shokolad mana. Bilaman. Aka? Akinayimchi? Xotinim sovg'a ana, zo'r, ana, naski. Bo'l, unga shu yetadi. Qayerda u? Manta. Ma, xotin. Ey xotin. Men senga naski 8-marting bilan. Senga shu ham bo'ladi. Xotin? Xafa bo'lma, qarab oddiy naski emas. Ishda telefon bor, men senga sovg'a 8-martga. Endi onamlar bilan singlimlarga xotinimga telefon berdim, ular xafa bo'ladi, janjal qiladi, nima qiladi. Mani jahlim chiqdi va buni Instagramga etishga qaror qildim. 5-etajda yashayman. Doim bizni qavatda sigaret chekib, sigaretni yerga tashab, gurtlarni ham yerga tashab ketishadi. Lekin nima zarar? Sigaret chekadigan alohida shunaqa musorni tashiydigan alohida musor cheliklar bo'lsa, o'sha joylarda chekinglar. Nima qilasizlar, podyezdda chekib meni asabimga tegib. Hamma yo'lni yig'ishtiraman, lekin doim ertalab turib qarasam, bitta sigaret yerda yotgan bo'ladi. Kim qilayotgan bo'lsa, shu ishni bas qilsin, iltimos. Shuning uchun Instagramda murojaat qildim. Yoshmi, kattami, o'rta yoshdami, iltimos bas qiling. Sigaretni chekmang. Cheksiz ko'chada cheking. Koreyscha qo'shiqlarni bilasizmi? Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hop. Matter father gentleman. Onasi qizimiz keladigan bo'ldimi? Ha, ertaga kelishadigan bo'lishibdi. Yaxshi bo'pti, qizimni ham sog'inib ketdim. Bibisora ko'z oldimdan o'tib ketayotdi. Onasi, ro'yxat qilib bering, ertalab turib bozorga qilib kelaman. Qizimga bir qo'lbola qilib go'sht bosib bering, o'zi yaxshi ko'radi go'shtni. Oyi, ada, assalomu alaykum. Biz keldik.